Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Meni ismim Orifjon, Orif Tolibman. Shu professional faoliyatim tahrir bilan bog'liq. 20 yildan oshiqroq muharrirlik bilan shug'ullandim. Turli gazeta, jurnallarda ishlaganman, nashriyotlarda ishlaganman. Aksariyat muharrirlik qilganman faoliyatim davomida. Kitob yozayotganda tahrirda ahamiyati juda muhim. Chunki sizni fikringizni o'quvchi oson, aniq tushunishi kerak. Siz nima demoqchi bo'lganingizni to'laqonli anglamasa, u sizda fikrlar yaxshi bo'lishi mumkin, zo'r bo'lishi mumkin, lekin o'quvchiga yetib bormasa, buni kitobingizni qadr-qiymati pasayadi. O'shaning uchun ham tahrir ahamiyatli. Ba'zida bitta so'zni o'rnini almashtirish bilan ma'no keskin o'zgarib ketadi. Masalan, mana amaliyotda eng ko'p uchraydigan holatlardan biri mana ravish deymiz, sifat so'zini fe'l oldida qo'llash boshqa bir ma'noni ifodalaydi. Ot so'z turkumini oldida qo'llash umuman boshqa ma'noni ifodalaydi. Ba'zida shuni adashtirib qo'yadi. Muallif yozayotganda muharrir shuni ko'rish kerak. Ko'rmasa, o'tib ketsa, mazmun o'zgarib ketadi. Oddiy misol aytaylik, masalan, men kitobni yaxshi o'qidim degan gap, men yaxshi kitobni o'qidim. Ma'no shu yerda farqlanyapti. Bittasida kitob yaxshi bo'lyapti, bittasida meni kitob o'qishim yaxshi. Bitta so'zni almashtirganligimiz sababli. Bunaqa holatlar juda ko'p. Endi men eng sodda holatini, jon holatini aytdim. Amaliyotda juda ko'p uchraydi. Shu to'g'ri gap tartibi. So'zlarni o'rniga to'g'ri qo'ymasak, ma'no keskin o'zgaradi. Biz kutgan narsa chiqmay qolishi ehtimoli ortadi. Hazrati Alining shunaqa gap bor, tushunadigan tilda aytinglar deydi. Birovga fikr aytayotgan bo'lsangiz, uni darajasida ayting. Bu degani o'quvchi tushunmaydi deb juda past darajaga ham tushira olmaslik kerak jumlani. Lekin murakkablik ortib ketmasligi kerak. Siz o'quvchini o'zingiz darajangizda ko'rsangiz, buni biladi-yu deb yozib ketsangiz, o'quvchi uni katta ehtimol bilmaydi va tushunarsiz yozib qo'yasiz. Buni biladi-yu degan o'y bo'lmasligi kerak. Endi eng ko'p usullardan biri, masalan, tahrir yoki kitob yozayotganda nimaga e'tibor berish kerak deganda, o'sha eng yaqin do'stingizga, agar bolalar ko'proq kitob bo'lsa yoki farzandingizga gapirib berayotganday yozsangiz, o'shanda ravon chiqadi. Do'stingizga gapirib beryapsiz deb tasavvur qiling. Unga o'ta darajada ilmiy yozmaysiz-da, suhbatlashayotganda. Keyin fikr tartibli, muntazamligi ham juda muhim. Intizom deydi. Tartib bilan kelish kerak. Masalan, xulosada aytiladigan fikrni agar boshida aytib qo'ysangiz yoki aksincha, asosiy qismda aytiladigan fikrni xulosaga qoldirib qo'ysangiz, bu nomukammal matn bo'ladi. O'zi har qanday yozma asarda, u maqola bo'ladimi, kitob bo'ladimi, shunaqa klassik tartibi bor. Kirish, asosiy qism, xulosa deydi. Ana shu tartibga ko'pincha amal qilinmay qolsa, tartibsizlik yuzaga keladi. Lekin qoidalar bu maqsadga xizmat qilish kerak, mazmunni yaxshilashga xizmat qilish kerak. Agar mazmun takrorni talab qiladigan bo'lsa, takrordan qo'rqmaslik kerak. Masalan, men o'zi ko'pchilik muharrirlarga xos bo'lsa kerak yoki yozuvchiga ham, kitob o'qiyotganda shu avtomatik tanqidiy nigoh bilan o'qiysiz. Zo'r yozuvchiniki bo'lsa ham hatto miya avtomatik ong ostida ishlab turadi-da, mana bu yerda nima bunday qilsa yaxshiroq bo'lardi. O'zi shunaqa o'qish ham to'g'ri agar siz o'rganaman desangiz. O'rganaman demasangiz, bu nimani, mutolaani zavqini yo'qotib qo'yadi. Lekin o'rganish uchun siz professional sifatida yozuvchi kitob yozaman yoki tahrirda o'rganaman deb o'qiyotgan bo'lsangiz, albatta tanqidiy nigoh bilan o'qish kerak. Shayx Hazrat kitoblarini o'qib hayron qolardim. Juda sodda, ba'zan takrorlar uchraydi.
Keyin tushunib bildimki, bu to'g'ri uslub va takrorlar o'zini oqlar ekan. Masalan, boshqa kitob bo'lsa, men buni muharrir sifatida tanqidiy ko'z bilan qarab, bu kamchilik deb hisoblashim mumkin edi. Bundan o'rgangan narsam, masalan, bir kitobdagi fikr shunaqa holatlarga o'qiganda uchraganman, boshqa kitobda ham takrorlanyapti. Yoki narigi bobda aytilgan fikr bu bobda ham aytilyapti. Nimaga deganda o'quvchi, masalan, Hazrat u kitoblarni o'qimagan bo'lishi mumkin oldingi. Va deylik, shu o'quvchini bilim darajasi, qabul qilishini hisobga olinganda, u oldingi bobda aytilgan bo'lsa ham, uni albatta esda saqlab, kafolati yo'qda. Bu demak, kitobni tabiatiga ham qaraysiz, yozayotganda, tahrir qilayotganda. Boshqa yo'nalishdagi kitob bo'lsa, bu o'zini oqlamaydi. Lekin demak, kitob tabiatiga ham qarash kerak. Endi bu tahrir nima uchun muhim? O'quvchidan, yozuvchidan albatta o'tadi. Har qanday yozuvchidan. Buni ravonlashtirish kerak. Ayniqsa tarjima kitoblarda imkoni yo'q tahrir aralashmasligini, sababi tarjimon asliyat tilini ta'siriga tushib qoladi. Ingliz tilidan bo'ladimi, arabchadan bo'ladimi? Arabchadan tarjima qilingan maqolalarni Mavr Nahr nashriyotida, Hidoyat jurnalida 7 yil ishlaganman, muharrir bo'lib. O'sha yerda ko'rganman, juda ko'p kelardi ag'darma materiallar. Arabchani shunday ag'darib qo'ygan, tarjima emas, u ag'darilgan. Gap tartibigacha bir xil, uni o'zbek o'quvchisi tushunmaydi yoki arabcha so'zlar ko'p qolib ketgan. Arabchaning ta'siriga tushib qolingan. Bu har qanday tarjimada, hatto ingliz tili masalan, gap qurilishi o'zbekchadan yiroq. Arabcha juda ko'p tilimizda bugun arabcha so'zlar bor. Arabchani yaqin deyishimiz mumkin bizning tilimizda. Forscha ham xuddi shunaqa, lekin gap qurilishi boshqacha. Lekin shuni ta'siriga tushamiz va bu narsa bizni badiiy adabiyotda ham, jurnalistikada ham o'zini izlarini qoldirgan. Masalan, men o'ylaymanki, bu fikr to'g'ri emas. Shunaqa yozishadi. Shunaqa jumlalarga ko'zlaring tushgan bo'lsa kerak. Bir qaraganda xato yo'q. Imlosi joyida bo'lsa xato yo'q, lekin bu o'zbekcha ifoda emas. Men o'ylaymanki deb gapirmaydi-da o'zbek. Men o'ylaymanki, bu yerda xato yo'q deb gapirish o'zbekcha, normal o'zbekka xos emas. Tili o'zbekcha bilan chiqmagan odam gapirishi mumkin. Tanglay o'zbekcha bilan ko'tarilgan odamga bu xos emas. Nima deydi o'zbek? Men bu yerda xato yo'q deb o'ylayman deydi. Chunki bizni tilimizning tabiati shunaqa. Shuning uchun tahrirda mana shunaqa narsalarga, tarjimada ham e'tibor berish kerak. Men o'zim tahrir qilganda imkon qadar o'zbekcha ifodaga aylantiraman. Lekin doim emas. O'sha qoidadagi istisnolar, chunki bu bizni tilimizga shunaqangi singib ketdi. Endi uni o'zgartiraman desangiz, masalan, o'quvchiga begonaroq jumlalarga aylanib qolish mumkin. Mana qachon ishlatish mumkin deylik. U shunday qattiq hayajonlandiki, nima deyishini bilmay qoldi. Buni ham o'zgartirsa bo'ladi sal. U shunday hayajonlanganidan, qattiq hayajonlanganidan deyish mumkin, lekin ba'zi o'rinlarda shuni keyini qoldirish jumlani ta'sirini kuchaytiradi. Haddan o'sha ta'sirni bermaydi. Buni tilda his qilish darajasida, masalan, buning uchun nima qilish kerak? O'zbek tilini zo'r bilish kerak-da. Yozayotganda ham, tarjima qilayotganda ham, agar ona tilini, o'zbek tilini zo'r bilmasangiz, shuni his qilmay qolasiz. O'zbekcha-yu, nimasi xato bu yerda? Deb va bu agar siz shunaqa yozsangiz, siz shunaqa tahrir qilsangiz, ertaga boshqa muallif shunaqa yozib, shunaqa tahrir qilsa, muharrirdan o'tib ketsa, asta-sekin bu keng ommaga ta'sir qiladi. O'quvchilar ham buni normal qabul qilishni boshlaydi ertaga. Men bu hayotdan bitta misol keltiraman. Masalan, amalga oshirmoq degan fe'l bor. Hamma narsaga qo'llaveramiz. Shu kalkalashning oqibati ruscha совершить kalkalab tarjima qilish. Masalan, совершить посадку degan gap bor. Mana qo'nishni amalga oshirdi deydi. Samolyot qattiq qo'nishni amalga oshirdi. Katta saytlarda ham
million obunachisi bor kanallarda ham xuddi shunaqa ketadi. Bu yerda nima xato? O'zbek bunaqa uzun gap gapirmaydi. Lo'nda gapiradi. Samolyot qo'ndi deydi. Samolyot qattiq qo'ndi deydi. Zarbani amalga oshirdi demaymiz u. Normal holatda. Zarba berdi deymiz yoki tepdi deymiz. Mana shunaqa ta'sirga tushmaslik kerak. Reklamalarda ham juda ko'p ishlatiladi, to'lovni amalga oshiring deydi. Yoki sizga keladigan SMS xabarnomalarda ham, telefonda masalan, to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshiring. O'shaning uchun yozayotganda ham, gapirayotganda ham imkon qadar shunaqa ta'sirga berilmaslik kerak. Mana gapirayotganda deganim, bugun yoshlarning tilida Instagramda bir varaqlasalaring yoki birov bilan gaplashib turgan bo'lsalaring, o'rta yoshlar tilida ham bor. Da qo'shish oldin hozir degan so'zga hozirda deb yozishadi. Agar bo'lsa agarda. Men tahrir qilayotganda shuni albatta dasini olib tashlayman. Sababi ortiqcha. Usiz ham ma'no nuqsonli bo'lib qolmayapti. Hozirda bu bo'yicha surishtiruv ishlari amalga oshirilyapti. Hozirda da nimaga kerak? Xuddi shunaqa dani bugun yangicha usul variantlari chiqdi. Balkida deb gapirishadi. Quloq tutsangiz, balkida falon yokida deb qo'yadi. Yo'q joydan mana shunaqa da qo'shishlar paydo bo'ldi. Bu zamonaviy bugungi kunda muammolari. Bu jumlalar ham bor shunaqa ommalashib ketayotgan. Demak, yozayotganda, tahrir qilayotganda bunga albatta e'tibor berish zarur. Keyin bu ayniqsa yaqin bitta oilaga mansub tillardan tarjima qilayotganda ko'zga tashlanadi. O'sha ikki tilda ham bor so'zlar bor. Lekin ma'nosi farqlanadi. Mana inglizchadan bir ikkita misol keltiraman. Deylik, coach closed the session. Nima? Murabbiy mashg'ulotni yopdi deb tarjima qilgan. Qarasangiz, ega kesimi joyida, ma'no ham borga o'xshaydi, lekin o'zbek mashg'ulotni yopdi demaydi-da. Mashg'ulotni tugatadi, yakunlaydi. Keyin iboralarni tarjima qilishda e'tiborli bo'lish kerak. Masalan, feel more rested degan iborani men kanalda ham yozgan edim. Maza qilib dam olish hissi bilan turishdi. Feel more rested. Чувствовать себя отдохнувшим. Ruschasi. Rus shunaqa deb tarjima qilgan. Inglizchasi bu. O'zbek nima deb tarjima qilgan? O'zbek nima dedi? Dam olishni his qilib uyg'ondi degan mazmunda aytyapti-da. So'zma-so'z to'g'ri, lekin o'zbek tiliga xos emas bu. O'zbek tilida masalan dam olib uxlab turdingiz, maza qilib dam oldingiz. Nima deymiz shuni? Umuman charchoqlaringiz ketdi. Tetik bo'lib dam oldingiz. Nima deymiz shuni? To'yib uxladim. To'yibda u mazmun bermaydi u. Javobini o'zim aytib qo'ya qolaman. Bu so'z bizda oldin alohida o'zi ham ishlatilgan. 50 yil nari berisida Oybek domlani asaridan bir misol keltirgan edim. Tiniqmoq degan so'z bu. Tiniqib dam oldi degani. Umuman charchog'i ketdi-da. Buni agar bilmasa, mana bunaqa dam olishni his qilib uyg'ondi yoki dam olishni his qildi bo'lib qoladi. Oldin Oybek domlalar masalan men tiniqdim deb ketavergan ekan. Bugun biz bunaqa deb ishlatmaymiz. Iloji yo'q, u tiniqni yoniga uni sharhini ham qo'shamiz. Tiniqib dam oldim deymiz. Yoki tiniqib uxladim yoki mana shunaqa. Ular bevosita ishlagan, bu tilimizda endi eskirayotganini bildiradi-da, alohida fe'l sifatida. Lekin shuni qo'llasa, bugun xuddi mana yokida qanaqangi viruslanib ketayotgan bo'lsa, shunaqa biz kiritayotgan yangi so'zlar ham ommalashadi. Yangi so'zni ham kiritishingiz mumkin. Urfdan qolgan so'zni ham ommalashtirishingiz mumkin. Siz muallif sifatida shu jihatdan mas'ulsizda, so'zni egasi muallif sifatida.
Men bitta so'z misol keltiraman. Shuni darslikka kiritishdi. Men bir kanalda yozgan edim. Shu bilan ommalashib bugun o'qituvchilar shu so'zni ishlatyapti ekan masalan. Boshqa kanallarda ham ko'zim tushib qoldi, xursand bo'ldim. Masalan, emoji degan so'z bor-a? Smaylik. O'zbekchada nima deyishimiz mumkin? Bunga shunaqa deb ot qo'ydim men, masalan, his belgi deb ot qo'ygan edim. Shuni ona tili darsligiga mualliflar kiritishdi. Mana Orif Tolib kanalida yozilibdi, his belgi. Smile ham o'z bitta kulishini olgan, smile. Inglizchani ruschalashtirib ka qo'shib qo'ygan, kulgich. O'zi u emojilarda boshqa belgilar ham bor. Emojini emotionga aloqasi yo'q aslida. U emoji yaponcha tushuncha, lekin birinchi o'rinda shu odamning yuzini kulib turgani, qovog'i solingani, hayratini ifodalash uchun asl belgilar shu hislarni belgilagani uchun bunga his belgi deb variant bersak bo'ladi. Chunki u ma'no kengayadi. Ertaga ya bu so'z uni ifoda etmaydi-yu, to'liq deb qolishadi ba'zida. Yo'q, biz shuni ma'noni yuklasak, ertaga shu boshqalarni ham ifodalaydi. Bugun mana ona tili adabiyot o'qituvchilari shunaqa deb gapiryapti, o'zimga ham gapirib qoladi. Mana bunaqa his belgi ishlatilgan bu yerda. Chunki darslik mana 10 mingta maktab bo'lsa, 10 mingta o'qituvchi kamida. Ona tili adabiyot o'qituvchisi bitta bo'lmaydi-yu. Ikkita, uchta bo'lsa, 40 ming, 50 ming ertaga o'quvchilarga gapiradi, asta-sekin u yuqadi, ommalashib ketadi. Juda ko'p so'zlar 100 yil, 150 yil oldin bizning tilimizda paydo bo'lgan. Bugun biz mana ishchi degan so'z bor-a? Ishchi degan so'z bo'lmagan. Shuni ot qo'yishgan, shu ommalashgan. Va bugun biz tabiiy o'zimizni so'zimizdek ming yildan beri yashab kelayotgandek ishlatamiz. Demak, siz tarjima qilayotgandami, yozayotgandami o'sha tushunchani avvalo o'zbekchasini toping. Agar yo'q bo'lsa, unga ot qo'yish kerak. Ot qo'yolmagan bir tushunchamiz bo'lsa, uni endi imloga moslab kiritamiz. Inglizchada qanday bo'lsa shunday yozavermaymiz. Mana bugun inglizchaning ta'siriga tushish yoshlar orasida juda ko'p. Not a book deb yozadi. Online deb yozadi. Online darslarimiz deb yozadi ona tili o'qituvchilari ham bugun. Hech bo'lmasa bizni imloga moslash kerak, uni online deb yozish kerak, y bilan yozish kerak. Endi tahrirda boshqada shunga e'tibor berasizlar. Yozayotganda tahrir qilmaslik kerak. Chunki u bir ilhom bilan yozayotgan bo'lsangiz, kirishib ketayotganda uni keyin ustidan ko'rsangiz bo'ladi. Agar tahrirga ovra bo'lib qolsangiz, nimani yo'qotib qo'yasiz. Zo'r fikr ravon kelayotgan bo'lsa, uncha xato bilan ketaversin. Siz yozyapsiz, ustidan keyin ko'rasiz. Men ilmiy ishim shu tahrirni o'rgatish bo'yicha edi. Tahrir qanday qilib odam o'zida shakllantirishi mumkin? Bizda bunaqa kitoblar umuman yo'q. Ruschada bor, Ilyakov kitoblari juda mashhur. Men bittasi o'zbekchaga tarjima qildi. Men ruschasida o'qidim. Biz oladigan jihatlari ko'p ekan degandim. Menga masalan muharrir sifatida deyarli yangilik bermagan bu kitob, lekin bitta tushunchasi meni hayron qoldirgan. U muharrirni muallif deb ham ko'radi. Yozuvchi. Bunga fakt beryapti. O'shandan matn yozib beradigan odamni ham muharrir deb ko'radi va mendan e'tibor tortgan, masalan, zo'r narsa aytibdi degan bitta jihatim. U aytayaptiki, siz o'quvchiga maksimal foyda bering deydi. Bizda ham yozib qo'yadi, falon kundan falon kungacha sovuq suv o'chirilib, remont ishlari olib boriladi, hurmat bilan administratsiya va hokazo. O'shanda nima so'zlar ortiqchaligi aslida shu xonadonda yashovchilarga nimalarni bersa aslida yaxshi edi. Issiq suv o'chishida negativ paydo bo'ladi odamda. O'shasini qanday qilib kamaytirish mumkin edi? Xuddi shuni misolini oladida, umuman har qanday reklama materialida, sotiladigan materialda maqsad o'quvchiga foyda berish bo'lsin. Sifatlarni ishlatmanglar dedim. Masalan, menga yangilik va foyda bo'lgan jihatlari. Bizda mahoratli, ana men nashriyotda reklama qilyapman. Bizda mahoratli, o'z ishining ustasi bo'lgan, professional muharrirlar ishlaydi, ajoyib jamoa yig'ilgan deb gapiryapman sizlarga. Ha deb ketdilaring. Boshqa joyga borsalaring, boshqa odamlar ham xuddi shu fikrlarni aytishi mumkin. Buni men aytmasdan qanday sizlarga isbotlab, sizlarda bu professional
muharrirlar yoki mualliflar yig'ilgan jamoa ekan degan taassurotni qanday berishi mumkin? Buni men mana bizda shuncha kitob qilingan, mana mana buncha sotilgan, mana unga ehtiyoj juda katta, mana uni 7-marta qayta nashr qildik. Mana shu biz brendimiz. Bu sizga ham foyda beradi. Chunki aniq tasavvur paydo bo'ladi sizda. Va nashriyotga ham foyda beradi. Siz shu nashriyot bilan ishlashingiz mumkin, kitoblarni sotib olishingiz mumkin, o'zingiz yangi yozgan kitobingizni olib kelib berishingiz mumkin. Asar yozayotganda ham xuddi shunaqaga e'tibor berish kerak. Men shunga harakat qilaman masalan. Chunki shunda o'rgandim. O'quvchiga shu foydalimi? Nimani bersam yaxshiroq? Yozayotganda yoki post bo'layotganda ham. O'quvchiga maksimal foyda beradigan narsani topa olsangiz, o'sha ko'zlagan maqsadga erishasiz. Umuman tahrir qo'llanmalari haqida gapirayotganida, endi men o'zbekchada yo'q. Borlar ham darslik sifatida chiqqan ba'zi kitoblar bor. O'zi tahrir talab o'ta. Endi haligi nima uyingizga usta chaqirsangiz ham, bitta ishingiz bitmay qolgan bo'lsa, boshqa usta keladida, narigi ustaning ishini yomonlaydi-yu. Bu umuman qanaqa kalla bilan qilgan buni, boshqatdan qilish kerak buni deydi-yu. Men ham xuddi shunday hozir bitta yarimta uchragan tahrir qo'llanmalarini yomonlab ketmay, lekin o'zbek tilida yo'qligi aniq. Yaxshi tahrir qo'llanma, chunki ehtiyoj juda katta, nashriyotlar ko'p so'rashadi. Muharrir, musahhihman deb ish olayotgan, ish izlayotganlar ko'p. Bitta muharrirlikda emas, boshqa sohada ham. Kadr ko'p, yaxshi kadr yo'q. Kimga qarasangiz, shu o'zbekchasi zo'r bo'lsin, falon bo'lsin, shunaqa shogirdlardan yo'qmi? deb masalan meni so'rashibdi. Yaxshi oylik beramiz, falon qilsin, mana shunaqa talablarga javob bersin. Handalakchilar chiqarganmidi? Narxi 50 ming bo'lsin. Zo'r zamonaviy italyancha uslubda tikilgan bo'lsin, italyan tuflisi kerak deb boradi do'konga. Unaqa tufli menga ham kerak deb javob beradi keyin. Xuddi shunday, o'shanaqa mutaxassis menga ham kerak. Unaqangi yaxshi mualliflar, yaxshi shogirdlar deylik, hammasi ishni topib ketgan. To'g'rimi? Mana Abroram shogirdlardan va ish ko'pligidan hozir ishimni boshqalarga beryapman, deyapti. Shunaqa. Yaxshi mutaxassis tanqis. Lekin kadr ko'p. Deb qarasangiz, universitetlar bitirayotgan shuncha odam ham bunda diplom bilan chiqadi, mutaxassis, lekin zo'r kadr yo'q. Endi shunaqa nima bor, eshitgan bo'lsalaring kerak, o'qigan bo'lsalaring kerak, domlalardan eshitgan bo'lsalaring kerak. Musulmon o'zini ishini ustasi bo'lish kerak deydi. Eng zo'ri bo'lish kerak. Tahrirda ham, kitob yozayotganda ham shunga intilish kerak. U nimasini, qiyinchiligini tortasiz, lekin oson bo'lib qolmaydi. Ko'p o'ylanish, nima deydi? Ko'p o'qiysiz, harakat qilib ko'rasiz, variantlar qilib ko'rasiz, o'chirib tashlaysiz. O'zingizga yoqmaydi. Tez bitadigan ishingiz tez bitmaydi. Lekin shu bosqichdan o'tsangiz, ertaga o'sha qiyin ishni ham yengil bajaradigan darajaga yetasiz baribir. Tahrir ham shunaqa, amalda tarjima ham, kitob yozish ham qiyinchilik bosqichini bosib o'tib o'rganiladigan jarayon. Endi o'zim shunaqa usulda o'rganganim uchun shunaqa deb hisoblayman. Balki bitta yarim odamda favqulodda o'ta tug'ma o'zi zo'r yozadigan, zo'r tahrir qiladigan bo'lib ketgan bo'lmasam, men unaqa odam ko'rmaganman. Shunaqa qiyinchiligi bilan o'rganasizlar. Endi men haligi qo'llanmalardan gapirganim, shunaqa reja qilgan edim. O'zbek tilida ham, o'zbek tilini xususiyatlarini hisobga olgan holatda tahrir qo'llanma qilaman deb boshlab qo'ydim. Shunaqa farzi kifoya degan narsa bor-ku, o'sha jamiyatda nimadir sohada mutaxassis yetishmasa, o'sha jamiyat butun hamma a'zosiga tushadi. Men faoliyatim, kasbim muharrirlik bo'lgandan keyin muharrirlik sohasida yetarlicha bilim, ma'lumot yo'q bo'lsa, bevosita bir qismi bu men aybimda. Shuning uchun kanal ochganman. Kanal masalan deyarli foyda keltirmaydi menga. Foyda deganda moddiy
foydani. O'sha 2020-yili karantindan qishloqdan qaytib keldimda, u paytgacha she'rlarimni, hikoyalarimni qo'yib turardim bu kanalga. O'zimda ham qo'shganda bir 500 ta odam bor edi u kanalda. Keyin shu kasbiy faoliyat bo'yicha narsa berishni boshladim. Sekin-asta o'sib bordi. Pulga bir reklama qilgan joyim yo'q, lekin buni yaxshi tomoni, siz mana kitob yozasizmi, hali kitob yozishgacha sizni malakangiz yetmayotgan bo'lsa, blog yuriting. O'rganganlaringiz haqida, o'ylaganlaringiz haqida yozing. Bu sizni fikringizni ravonlashtiradi, izchillashtiradi. Nimadan oldin nimani gapirish kerak, keyin nimani gapirish kerak, shuni o'rganasiz. Tartibga tushadi. Miyada tartib bo'lsa, fikrda tartib bo'lsa, ertaga u boshqa narsalarda ham aks etishni boshlaydi. Imlongiz yaxshilanib boradi, yozish osonlashib boradi. Shu ma'noda endi buni haligi sadaqa joriya degan tushuncha ham bor. Shunaqa ham bo'lsin, odamlar foydalansin, menga savobi tegsin degan maqsadda va boshqa moddiy foydasi meni muharrir sifatida, brend sifatida masalan ko'rsatib beradi bu. Bugun ham zo'r muharrirlar ko'p. Nashriyotlarda ishlaydigan yoki o'zi freelance ishlaydigan zo'r muharrirlar ko'p, lekin ko'pchilik tanimaydi. Agar meni sal nisbatan odam ko'proq taniyotgan bo'lsa, mana shu kanalni bepul yuritayotgan va menga deylik bevosita moddiy foyda keltirmagan kanalni sababi. Shuning uchun sizlar ham shunaqa qilsalaring, yozsalaring, odam ko'p kirib ketmasligi mumkin. Sizlar muallif sifatida birdaniga e'tirof bo'lmasligi mumkin. Tarjimalardan parchalar tashlab turinglar masalan. Yoqib qolgan iqtiboslarni tarjima qilish mumkin. Bu sizlarning qalamlaringni ham charxlaydi, ham ma'lum bir doira o'quvchi yig'adi. Men oxirgi masalan 1 yil, 1,5 yilda faol ishlataman. O'sha pro versiyalarni ishlataman. Yaxshilanib boryapti sun'iy intellekt imkoniyatlari. Lekin sun'iy intellektni ishini baholash uchun ham sizda malaka bo'lish kerak. Zo'r muharrir bo'lmasangiz, uni zo'r tahrir qilib berdi deb o'ylayverasiz. G'aliz jumlalari, bog'lanmagan joylari shunaqaki, bu kattaroq ma'lumot bo'lsa, sun'iy intellektni foydasi zo'r, kamchiliklari ham bor. Gallyutsinatsiya deydi, uzr men deydi, boshqa narsaga chalg'ib qolibman-da, deb uzr ham so'rab qo'yadi. Sizni meni maqtama, mana uni tanqid qilgin desangiz, o'rinli bo'lsa tanqid qilib beradi. Bunaqa emas, nega mana shu joyga e'tibor bermadingiz desam, siz yuksak muharrir ekaningizni namoyish qilib, meni yana bir bor mot qildingiz, haqiqatan mana shu yerda mana shunaqa qilibman men deb ketadi-da. Shuning uchun siz agar sizda malaka shakllansa, nimadan samarali foydalanish darajangiz ortadi. Sun'iy intellekt o'zi balki kelajakda bo'lar, yaqin kelajakda. Hali tahrirda to'laqonli muharrir o'rnini bosmaydi. Ishini tezlatib beradi, lekin odam ko'zidan o'tib ketgan imlo xatolarini topadi. Mana bu yerda mana bunaqa g'aliz so'z ishlatib qo'yibsan deydi. Mana bunaqa bergan yaxshiroq yoki mana shuncha matn bo'lsa, shuni menga 3 dan 1ga qisqartir, asosiy mazmunni saqla deb aytsangiz yozib beradi. Yozgani baribir men tahrir qilaman. Meni masalan to'laqonli qondirmaydi. Yaroqli deb hisoblayman. O'ziga bir necha marta qayta ishlatishim mumkin. Uni ishlatishni ham bilishingiz kerak-da. Bu sun'iy intellekt haligi bolangizga o'xshaydi. O'zingiz o'rgatib, buni bunday qilgan, uni bunday qilgan deysiz, tarbiyalanib boradi, keyin vaqt o'tib sizga o'zi aql o'rgatishni boshlaydi. Shunaqa. Sun'iy intellektdan yo bu yerda bunaqa bo'ladi deb ba'zida sizdan o'tib ketgan xatoni topadi. E'tirof etish kerak. Foydalanish kerak, dushman sifatida qaramaslik kerak. Mana ilmiy ommabop matnlarni, ilmiy matnlarni tarjima qilish bo'yicha tarjimonni o'rnini deyarli bosadi deyish mumkin. Agar siz tildan ham xabardor va o'zbekchangiz yaxshi muharrir bo'lsangiz, bugun tarjimonni ishini anchagina osonlashtirib yubordi. O'zim ham foydalanib tarjima qilaman. Oldin shuni noldan tarjima qilganman o'zim. Hikoyalar tarjima qilganman, maqolalar tarjima qilganman. Bugun yengil ishingizni osonlashtiradi. Deylik, masalan, tarjima qilib berdi, bitta so'zni 2 yoki 3 marta qo'llab qo'ydi. O'sha bitta abzasda.
mana bunaqa holatlarda qayta qilma. Mana bunda mana shu so'zni takror ishlatyapsan yoki mazmunni takrorlab qo'yyapsan. Shuni qayta yoz desangiz, o'sha kamchiliklarni to'g'rilab sizga bir variant beradi. Xullas, yozganda ham, tahrir qilganda ham foydasi ko'p, lekin hali to'liq uni o'rnini bosmaydi. Kelajakda ham men o'ylayman, hali qanaqa o'zgarib ketadi, lekin yaqin kelajakda imkoniyatlar oshib boraveradi. Shuni imkoniyatlarini zo'r bilgan yozuvchimi, ijodkormi, muharrirmi, tarjimonmi, buni bilmaganlardan ko'ra samarali va talabgir bo'ladi. Ertaga sizga yana ish berishadi. Mana kanal yuriting deganimda esdan chiqibdi. Nima menga bevosita moddiy foyda bermaganmi, lekin bilvosita bergan. Mana sizlar ham yozsalaring, kitob chiqarsalaring, bu ertaga sizlarda xizmatlaringni narxini oshirib yuboradi. Oldin ham xuddi shunaqa mehnat qilganman deylik. Oldin shu xizmatimga 10 so'm olgan bo'lsam, bugun 50 so'm desam ham oladi. Shunga yarasha mehnat ham qilganman, endi qora mehnat, baribir obro' topasiz, boshqa topasiz. Siz ham agar yaxshi kitob yozsangiz, bugun bir nashriyotga borsangiz, u juda mehnatingizga arzimaydiganroq narx taklif qilishi ham mumkin. Chunki hali siz pishmagansiz, sizni kitobingizni muallif sifatida yoki tarjimon sifatida sizni ko'pchilik tanimaydi. Chunki tarjimonga ham qaraydi-da ba'zida o'quvchi, sotib olayotgan xaridor. Lekin bitta muvaffaqiyatli, ikkita muvaffaqiyatli loyiha qilganingizdan keyin sizni mehnatingizni narxi ham oshadi. Shuning uchun boshida nimani fikri ma'qul keladi menga, shu fikri. Stiv Jobs shunaqa nimasi bor. Yo qimmat ishlar yoki tekinga ishlar, hech qachon arzon ishlama. O'shaning uchun volontyor bo'lib bo'lsa ham, arzimagan haq bersa ham borib o'sha nashriyotlarda muharrirlik qilish mumkin. Yoki olib, birov ishlagan ishni olib o'zingiz o'rganishingiz mumkin. Tarjimalaringiz uncha o'sha siz kutgan natijani bermasa, birdaniga ruhiyat tushib ketmasligi kerak-da. Asta-sekinlik bilan keladi ba'zida. Endi favqulodda bir iqtidor bo'lsa, u birdaniga ham e'tirof etilib ketilishi mumkin. Shunaqa ozroq chidaysiz muvaffaqiyatsizlarga. O'zi endi kitob yozib yo tahrir qilib boyib ketish imkoni deyarli kam. Lekin nima zakot beradigan darajada boy bo'lishingiz mumkin. O'shaning uchun juda tushkunlik ham tushib ketmaslik kerak. Qiyinchilikda yuramiz ekanda endi kitob yozamiz deb demaslik kerak. Sodda degani, ravon degani, jo'n degani emas. Faqat sodda gaplardan iborat bo'lishi, uni jo'nlashtirib qo'yish ham aniq. U qo'shma gap ham bo'lish kerak. Lekin boshida boshlab oxirida gap nima haqida ketganini unutib qo'yadigan darajada ham murakkab bo'lmaslik kerak. Sizni o'quvchingiz yaqin do'stingiz, shunga tushuntiryapsiz. Shuni hisobga olib yozing. U juda jo'n tushuntirishga ham loyiq emasda masalan. U biladi. Lekin so'zlashuv darajasiga ham tushirmang. Buni qanday o'zlashtirasiz? Masalan, kitoblarda o'qiysiz, o'qiganda o'sha tanqidiy nigoh bilan o'qing. Iqtisodiyot haqida kitob. Qayeri sizga yoqyapti? O'quvchi sifatida sizga qayeri yoqyapti? Demak, shunaqa usulda yozish kerak. Sizga yoqqan narsa boshqa odamga ham yoqadi. Qayeri sizga murakkab tuyuldi? Masalan, xuddi o'sha joyda siz o'zingiz tilingizda yozib ko'ring. Mana mashq qilmoqchi bo'lsangiz. Qanaqa qilib yozsa yaxshi chiqadi? Bu bo'lmabdi-da deysiz, o'zingiz yozsangiz, o'zingiz ham bo'lmabdi darajasida bo'lish mumkin-da. U aytish oson, bo'lmabdi deb. Uni amalda qilib ko'rish, masalan, tahrirda ham o'ylantirib, variant topa olmaydigan darajaga tushirib qo'yadi muharrir ba'zi narsalar. Murakkabligini bilasiz yoki o'xshamaganini bilasiz, variant topa olmaysiz. Yana muallifni o'ziga qoldirasiz keyin. Mana shu yerdan yaxshiroq qilib bersangiz, mana shu tushunarlizroq chiqib qolyapti, chunki u o'zi topa olmayapti-da.
Shunaqa holatlar ham bo'ladi. Bu muharrir hamma narsani oyday qilib go'zallashtirib qo'ymaydi-da. O'sha keyin agar muallif bilan birga ishlasa, sizni muharriringiz, mana kitob yozyapsiz, boshqa bir muharrirga berdingiz, birga ishlasangiz, u sizga mana bu joyini mana bunaqa ortiqcha olib tashla, mana bu joyga mana bu narsa yetishmayapti, qo'shib ber. Shuni birgalikda ishlasangiz sizni o'stiradi. Muharrir bilan birga ishlasangiz, buni tashkillashtirish mumkin, lekin siz tarjimon sifatida men muharrir bilan ishlamoqchiman. Yoki siz muharrirsiz, muallif bilan ishlash kerak. Bu ikkala tomonni ham o'stiradi. Boya aytdim-ku, meni ilmiy ishim shu tahrirni o'rgatish. Shu tahrirni o'rganishning usullaridan biri o'zaro tahrir. Mana deylik, shu kursda kitob yozishni o'rganayotgan bo'lsalaring, dugonangiz bilan siz yozgan matnni u tahrir qilsin. U yozgan matnni yoki tarjima qilgan matnni siz tahrir qiling. Keyin almashlab ko'ring, haqiqatan sizdan nima o'tib ketdi va nimangiz, qaysi narsani dugonangiz topa oldi. Yoki uni tahririni xato ekanini, aslida o'zi to'g'ri ekanligini unga tushuntiring. Shunaqa qilib, bu ham o'zaro tahrir uslubi deydi, sizni o'sishingizga turtki beradi. Bir necha usullari bor tahrirni o'rganishda, shulardan biri, eng samarali usullardan biri va u sizni tengdoshingiz bo'ladi-da. Sizdan daraja ham birdan farqi bormaydi. Mana professional muharrirga borsangiz, endi mulla falonchi buningiz juda yaroqsiz u deydi, yo lolazor qilib beradi. Shu bilan ruhingiz shunday tushib ketadi-da, qaytib yaqinlashmayman, umuman men qiladigan ish emas ekan deb ketib qolishingiz mumkin. O'zini o'zi tahrir degan narsa ham bor. Bu o'zingiz yozgan narsaga o'zingiz tanqidiy ko'z bilan qarashingiz kerak yoki tarjima qilgan narsaga. Bir narsani chiqara olmadingizmi? Hozir qo'yib qo'ying, lekin o'ylab yuring. Qanday qilsam shuni yaxshiroq bo'ladi. Shu keladi. O'sha paytda kelmagan bo'lsa, keyinroq keladi shu narsa. Keyin yozib qo'ygan yo tarjima qilib qo'ygan narsangizni bugun mana yozib oldingiz. Birdaniga ustidan o'qib chiqsangiz xatosi ko'rinmaydi. Buni qo'yib qo'yish kerak. 4-5 kundan keyin, bir haftadan keyin ustidan ko'rsangiz, o'sha paytda ko'rinmagan narsalar ko'rinishni boshlaydi. Bu yana ilmiy tilda yozuvchi ko'rligi degan narsa bor. O'zingiz yozgan narsani xatosi ko'rinmay turaveradi. Keyin sizga emotsional, hissiy yaqin ham bo'lib qoladi. Siz narsangizni o'zgartirib, tuzatib bersa g'ashingiz chiqadi-da. Chunki u ichingizdagi egoga tegyapti-da u. Sen eplolmading-ku, mana buna bo'ladi. Sen bilmaysan degan narsani ong ostida beradi. O'shaning uchun buni haligi tanqidga munosabat yoki g'ururni ham shaytonning vasvasasini sal boshqarish kerak undan. Yo to'xta, men haqiqatan bu yerda xato qildim. Bu to'g'ri aytayapti. Tan olish madaniyatini shakllantirsangiz, bu sizni o'stiradi. Shuni o'rganasiz. Ertaga o'shani siz qilmaysiz. Darajangiz shundan oshgani ma'lum. Mana men o'zim bitta kitob qilgan edim. Bizda imlo bo'yicha ham nima yo'qdi. Endi nashrdan chiqadi va shartli nomi ibratli imlo. Olib keldim. Bitta namunaga chiqartirgan kitobim. Ibrat farzandlari degan loyiha bor, ko'rganmisizlar darslarimni, birortalarim? Imlo bo'yicha darslar qilganman. Xuddi shuni nima qildim? Murphy degan kitob bor-ku inglizlarda. O'sha uslubda birinchi nazariya, undan keyin xuddi shu nazariya bo'yicha test, undan keyin topshiriqlar, qo'lda yoziladigan amaliy. Boshdan oxirigacha shuni bajarib chiqsa, oxirida javoblari ham bor. O'zini o'zi tekshirib, o'qituvchisiz qilsa bo'ladi. O'zbek tilida yo'q bo'lgancha atay qildim. Shu savodxonlik bo'yicha malaka shakllanadi. Imlo bo'yicha o'zbek tilining asosiy imlo qoidalarini qamrab olgan, imlo qoidalarida yo'q narsalarni ham kiritdim. Lekin imloning masalalari keng. Ertaga professional shug'ullansangiz, buni o'zi yetarli bo'lmasligi mumkin. Chunki imlo qoidalarimizda yo'q, nashriyotlarda, muharrirlarda o'ylantirayotgan masalalar tiqilib yotibdi. Uni alohida boshqacha qo'llanma qilmoqchiman. Mana shu qo'llanmani tahriridan misol keltiraman. Buni bir shogirdimga aytdim. O'zim yozdimki, xato kam bo'lsa kerak dedim. Ko'rib bergin dedim. 10-15 ta xatolar chiqdi.
Keyin korrektorga berdim. U ham ko'rdi. Endi o'zi imlo haqidagi kitob, savodxonlik haqidagi kitob, shunda yana xato chiqib ketmasin mayli dedimda. Darsliklarda tahririda birga ishlagan sherigim bor, juda kuchli muharrir. Unga berdim. Shudgor qilib beribdi. Bir dunyo chizib tashlagan, boshqa qilgan. Endi uni ko'rib chiqaman, qaysi birini olish kerak, olmaslik kerak. Muallif sifatida siz belgilaysiz baribir kitobni darajasini. U nimaligini siz his qilasiz. Ba'zida muharrir to'g'rilagani qisqaroq bo'lishi mumkin, chiroyliroq bo'lishi mumkin, lekin sizning maqsadingizga mana u xunukroq bo'lgani yaxshiroq xizmat qilishi mumkin sizning maqsadingizga. Chunki o'quvchi yaxshi anglamaydi, mana unda yaxshi anglaydi desangiz shuni qoldirasiz. Chunki u faqat qoida bilan hal bo'lmaydi-da kitob, tahriri ham. Shuning uchun tahrirni o'rganayotganda o'sha aytgan gap maqsad mazmunga xizmat qilsin qoidalar. Sizni fikringizni to'laqonli ravon yetkazishga xizmat qilsin. Unga belgilab berilib ketib qolmaslik kerak. Masalan, ki ishlatmayman deb hamma joydan kiyni olib tashlamang. Madaniy kodlar bo'ladi-da. Siz o'zbekka xos yoki inglizga xos bir ifodani, bir madaniy belgini o'zbekchalashtirib borishingiz bu umuman xato bo'ladi. Deylik, masalan, cherkovni masjid deb qo'ysangiz, popini mulla deb tarjima qilsangiz, bu o'sha madaniy kodni o'zgartirib yuborgan bo'lasiz. U mohiyati o'zgarib ketib qoladi. Keyin matnning tabiati muhim va ingliz ilmiy matnlarda bu o'zini umuman oqlamaydi. Ilmiy matnlarda, chunki u ilmiy matn analiz talab qiladi. Bu degani so'zma-so'z bo'lsin demayapman. Lekin erkin tarjima o'zini oqlamaydi u paytda. Ilmiy matn bo'lsa. Badiiy tarjimani ham chegarasi bor. Yozuvchini uslubidan, o'sha abzasni, jumlani mazmunidan chiqmagan holatda o'shani siz o'zbekcha qanday ifodalasangiz maksimal tushunadi. O'quvchiga eng zo'r darajada qanday yetib boradi. Ayni shu usulda tarjima qilishingiz o'zini oqlaydi. Masalan, buni eng ustalaridan Nizom Komil tarjimalarini o'qiganmisiz? Meni hayratlantirgan tarjimalardan biri. Yozuvchidan zo'r qilib yuborgan. Mana ruslarda Rasul Hamzatovni tarjima qilgan mualliflari bor, o'zining kursdoshlari. Oliy adabiyot kursida birga o'qigan. Hamzatovni o'zidan zo'r tarjima qilgan ruschaga deyishadi. Ba'zi joylari shunaqadir, lekin Hamzatov o'zi zo'r shoir, daho shoir bo'lmasa unaqa tarjima qanchalik zo'r bo'lsa ham zo'r qilib yubora olmaydi, o'zi zo'r bo'lmasa. Ba'zidan yozuvchi ifodalay olmagan yoki yaxshi ifodalay olmagan narsani tarjimada siz berib yuborishingiz mumkin. Masalan, Nizom Komildan meni hayratlantirgan bitta tafakkurda chiqqan tarjimasi bor edi. Qo'shyurak Fozil Iskandarning hikoyasi. O'sha kafega boradi, Zina xonim deydi, bugun bir ziyofat qilaylik deydi. Bir bitimiz to'kilsin deydi. Bitimiz to'kilsin degan iborani bu degani mazaqlab yayraylik deyapti. O'yinga tushyapti, boshqa qilyapti. Go'yo endi so'zma-so'z uni tushunsangiz, u boshidagi bitam to'kilib ketyapti. Shu darajada maza qildi-da u. O'zbekchada shunaqa ibora bor, bitimiz to'kilsin degan. Uni yozuvchi umuman ruschada unaqa yo'q, aytmagan. Lekin bu aytyapti. O'sha paytda ruschadagi tarjimadan buniki zo'r chiqqan. O'sha vaziyatni ifodalashdi. Agar xuddi shunday Zina xonim bugun bir maza qilaylik, bizga yaxshi nima taomlaringdan, boshqalaringdan ber deb qo'ysa ham bo'laveradi, mazmun ketaveradi, o'taveradi, lekin o'zbek o'quvchisini unaqa zavqlantirmaydi. Men o'sha birinchi jumlani o'qiganimda vah deganman. Boshqa tarjimalarni ham ko'rganman, lekin men muharrir sifatida yoki yozuvchi sifatida o'qiyotganda his qilasizda kimning zo'rligini, tarjimon darajasi qanaqaligini, wow deysiz. Boplab qo'yibdi deb. Xuddi shunaqa uni lekin darajalari bor. Oshirib yorsangiz, deylik, hamma yoqda iboraga to'ldirib qo'yganingiz bilan u yaxshi tarjima bo'lib qolmaydi-da. Shuning uchun mana inglizchaga tarjima qilayotganda ham birinchi o'rinda ingliz tushunsin uni. Osmondan it kuchuk yog'di degan mazmunda bitta iborasi bor ekan. It kuchuk yog'di degani bu so'zma-so'z tarjima qilganda
it kuchi yog'di, lekin mazmuni juda ko'p yog'in yog'ishi bor-ku, mana hozir birda tashab o'tib ketdi. Jala tashlaganda. Biz nima deymiz? Chelaklab, paqirlab qo'ydi deymiz, chelaklab qo'ydi deymiz. Agar siz shuni osmondan it mushuk yog'di deb tarjima qilsangiz yo it mushuk yoqqanday bo'ldi desangiz, men o'qiydi-da, ajoyib ekan deb qo'ya qoladi. Lekin siz agar o'zbekchani chuqur bilsangiz, o'sha iborani topasiz. Tarjimada ham xuddi shunaqa, shuni his qilib olasiz. Ba'zi o'rinlarda shu magistraturadagi ishim ingliz tilidan tarjima qilingan matnlar tahriri bo'yicha edi. Ba'zi o'rinlarda so'zma-so'z ham o'zini oqlaydi. O'zbek tilida shunaqa ibora yo'q. Tasavvur qiling. Inglizchadagini so'zma-so'z agar bera olsangiz, o'quvchida umuman yangi bir tushuncha tilda imkoniyati kengayadi. Siz yangi bir iborani olib kirasiz, kalka qilib bo'lsa ham. Chunki juda ko'p so'zlar kalka bo'lgan bizda deydi. Masalan, ishchi ham kalka, rabochiyni tarjima qilganmiz-da. Sovuqqon deymiz, bular hammasi kalka. Xaladnokrovniyni tarjima qilingan. Unaqa so'z ifoda bo'lmagan, lekin bizning tilimiz boyida bugun shu tushunchani biz ifodalay olyapmiz. Turklar olgan ekan buni, inglizlarda bor, ruslar ham olgan. Satrlar orasini o'qimoq deydi. Satrlar orasini o'qimoq degani inglizchadagi nima edi ekan? Read between bir narsa edi. Lines. Read between lines. Bu degani mana shuncha abzas, men deylik, bugun havo yaxshi bo'ldi, ajoyib bo'ldi, falon deb gapiryapman, lekin asl maqsadim yoki xotinim shuna deb gapiryapti, xotini u asl maqsadi adasi yuring bir sayr qilib kelaylik demoqchi. O'zi lekin ob-havoni gapiryapti. Maqsad bir sayr qilib kelsak, er-xotin chol-kampir bo'lib, nimani soyabon ostida yurib kelsak demoqchi o'zi. Satrlar orasini o'qimoq degani ana shuni anglash. Satrlar orasida nima gap bor o'zi? Kaso tagidagi nimkosa u kinoya bor bu yerda. Sal shunaqa ma'nosi bor. Bizda unga tortib qoladi. Kinoyaga. Bu yerda kinoya mazmuni yo'q. Kinoyaga ham ketaveradi, boshqa ham ketaveradi, neytralroqda bu. Turklar shuni olgan so'zma-so'z qilib, satrlar orasini o'qimoq deb. Va turk tili menimcha, mening nazarimda boyigan. Biz deyarli ishlatmay qo'ydik. Quloqni ko'p bo'lsin der ekan. Quloqingga sirg'a qilib taqvo. Bu gapimda deydi, quloqingga sirg'a qilib taqvo. Juda zo'r ibora. Bu bizning tilimizda bo'lgan. Nima ertaklardan topdim buni. Bugun biz ishlatmayapmiz. Va bugun quloqingga sirg'a qilib taqvo desa, o'quvchi tushunmaydi. Shunaqa iboralar ham endi chiqib ketadi-da. O'shaning uchun chegarani baribir bilish kerak. Lekin birinchi o'rinda tushunarli bo'lsin. Qaysi tilga tarjima qilsangiz ham, o'zbekkami, o'zbekka tushunarli bo'lsin. Lekin mana nima tilni boyitamiz deb shevalardan foydalanish kerak deydi-da ba'zi yozuvchilar. Lekin me'yorini bilmasdan qo'llab qo'ygan bo'lsa, men otaman bu kitobni. Hamma yo'q shevaga to'lib berdim. Nima demoqchisan o'zi? Me'dangizga tegadi, qashingizga tegishni boshlaydi. Lekin bitta, ikkita so'zni shunga singdirib yuborsa, ertaga o'sha so'z shevadan adabiy tilga ham ko'chib o'tadi, ommalashadi, chunki adabiy tilda yo'q bitta tushunchani ifodalayapti. Bor tushunchani ifodalayotgan bo'lsa ham qo'shimcha bitta so'z sizga sinonim nima ifoda imkoniyatingizni kengaytiryapti. O'sha me'yorni bilish muhim. Agar siz ham inglizchaga tarjima qilayotganda ingliz tushunsin deb asliyatdan uzoqlashib qo'ysangiz, siz xato tarjima qilib qo'ygan bo'lasiz. Birinchidan ishingiz sifati tushadi va sizni tarjimon sifatidagi ishingizni nima professionalligingizga shubha paydo bo'ladi va matningizda ham sifati yo'qolib qoladi. O'sha tarjimada ekvivalentlik degan tushuncha bor, muqobillik. Aynan so'zma-so'z tarjima qilinadigan joylar bor. Erta 100% moslik muhim. Misol uchun he came home, u uyga keldi. Bu so'zma-so'z mos va so'zma-so'z mos bo'lishi shart. Siz agar u uydan ketdi deb qo'ysangiz, buzgan bo'lasiz. Bu absolyut moslikni talab qiladi. Lekin masalan
keep the grass degan tushuncha bor, nima? Ibora bor. O'tloqlarga shunaqa yozib qo'yadi. O'zbekchaga so'zni o'zi tarjima qilsangiz nima bo'ladi? U o'tloqdan qo'lingni tort bo'ladi. O'tloqdan saqlan bo'ladi. Siz uni o'zbekchada unaqa bo'lmaydi. Agar o'tloqdan saqlan deb qo'ysang, mana eshiklarda ko'rganmisizlar borib, o'zingizdan deb yozib qo'yadi. От себя. Nima deyish kerak yerda? Ichkariga, tashqariga bo'lish kerak. O'zbek nimani ichkariga ochib kir demoqchi-da. O'zingizdan deb qo'yadi. Nima ekan deysiz? Ay o'zimizda ekan deb kirib ketaverasiz-da. Shunaqa bu endi ekvivalentlik talab qiladi. So'zma-so'zlikda talab qilmaydi bu. Men keep the grass ham shunaqa. O'tloqdan nari yur, dab bo'l, o'tloqqa yaqinlashma, va hokazo demaysiz. Maysani bosmang deb qo'yasiz, o'tloqni bosmang deb qo'yasiz. Shunda bu yerda endi moslik yo'q, ekvivalentlik bor. Tarjimada shunga e'tibor berasiz. Chegarani bilib olsangiz bo'ldi. Shoirlarga sal qiyin, lekin boshqa sohalarda odam o'zini o'zi tarbiyalashi va o'zini o'zi namoyon qilishi o'ta yengil bo'lib ketdi. Imkoniyatlar haddan ziyod zo'r bo'lib ketdi. Masalan, 15 yil oldin, 16 yil oldin, 2010-yil masalan men o'sha gazeta jurnallarda chiqib ba'zi yozuvchilarning e'tiroflarini eshitib yurgan paytimni tasavvur qilaman. O'ta qiyin edi. Hozir 20 yoshli bola sizdan ko'ra tajribasi, bilimi yangi sohalar bo'yicha baland. Mana sun'iy intellektni zo'r biladi, videolar yasab tashlaydi. 7-sinf, 8-sinf bolalar. Men o'zimni masalan juda zamonaviy texnikani zo'r bilaman, kompyuter dasturlarini zo'r bilaman deganim bilan yangi narsalar chiqyapti, ularni o'zlashtirishga o'zi jismoniy imkoniyat bo'lmay qoladi. Yoshlarda shu chunki avlod almashadi-da. Bular yangi zamonning odamlari. Agar muharrirlik bilan shug'ullanishni asosiy kasb sifatida ko'rmoqchi bo'lsalaringiz, sizlarni faqat yaxshi gaplar bilan ruhlantirolmay, sal qaytarib ham qo'yishim mumkin. Agar ijodiy qobiliyatingiz bo'lsa, yozadigan bo'lsangiz, yozuvchi, kitob yozadigan bo'lsangiz, muharrirlik bir hisobda o'zini o'zi boy berish bo'ladi. Chunki siz kuchingizni, energiyangizni boshqa bir muallif kitobini yaxshilashga sarflab qo'yasiz va o'zingizda ichki qoniqish paydo bo'ladi-da, yozmay qo'yishingiz mumkin. Shunaqa jihati bor. Lekin savobi bor, chunki o'sha kitobni yaxshilanishiga siz ham hissa qo'shasiz. Ertaga uni o'qib foyda oladiganlarda siz ham hissangiz bo'ladi. Yozmaydigan muharrirlar bo'ladi, o'zi yozmaydigan. Faqat tahrir qiladigan. Bu normal endi, unga bu gap ortiqcha. Lekin o'zi yozadigan odamga o'ynovchi murabbiy deydi, futbol ko'rasizlarmi? O'ynovchi murabbiy degan tushuncha bor. Shogirdlarga qo'shilib o'zi ham maydonda to'p tepishi mumkin. Shunaqa vakolati bor murabbiy bo'ladi. Agar yozuvchi odam muharrirlik qilsa, u zo'r biladi, ichidan biladi-da, matnni his qilish kuchi kuchli bo'ladi. O'quvchi nimani xohlayapti, boshqa qilyapti. Sizga endi tavsiya, hozircha kurs yo'q bo'lganligi uchun o'sha tanqidiy o'qish bu bir. Keyin boshqa muharrirlarning ishini olib qilgan tahririni solishtirib ko'rish. Nimani tuzatyapti bu? Men birinchi boshlagan paytlarim shu foyda bergan. Men birovdan o'rganmaganman, lekin bizda maktab yo'q-da. Birovdan o'tirib olib, qanaqa tahrir qilish kerak. Shunaqa usulda ham o'rgatsa bo'ladi o'zi. Gazeta jurnallarda shunaqa o'rgatilgan aslida. Mana men ilmiy rahbarim edi, rahmatli Mahmud Sadiy. O'zbek tahrir maktabini eng ko'zga ko'ringan vakillaridan. U kishi faqat tahrir qilgan. Bizni muharrirlar, mashhur tahrir bo'yicha ustalar birortasi kitob yozmadi-da. Erkin Azam maktabi bor deymiz, katta yozuvchi sifatida bilamiz. Tahrir bo'yicha qo'llanma yo'q. Agar yozishganda zo'r. Mana kitobni yaratishda men Sidan foydalandim. Ibrat farzandlaridagi darslarimda audiosini birinchi nimaga o'girib oldim-da. Matnga o'girib oldim C yordamida. Keyin shu asosda u yaroqsiz, darslikka yaroqsiz bo'ladi. Shu asosda masalan qoidalar tartiblab beradi, boshqa beradi. Juda foydali bo'ldi-yu. Lekin o'shanda ko'rdim og'zaki tilimiz qanchalik tartibsiz ekanini. Jumlalarning ketma-ketligi boshqa. Siz yozma matn tartibda yaxshi ko'radi.
tartib bo'lishi kerak. Keyin men imkon qadar mana do'stingizga aytganday yozing deyapman-ku. Imkon qadar jonli tilga yaqinroq shunaqa kitob ham o'qimoqchi bo'lib turibman yaqinda. Bizda yozish bo'yicha kitoblar yo'q-ku. O'sha katta yozuvchilar bilan gaplashib shunaqa kitoblar ko'rganman-da. Biz nega yozamiz degan kitob o'qiganman ruschada. Zачем мы пишем degan kitob, lekin asli inglizchadan tarjima qilgan. Bir boshdan o'qib chiqqanman, bir xil savol bergan yozuvchilarga. Nimaga yozuvchi tanladingiz? Siz qanaqa usulda yozasiz? Qanaqa tartibda ishlaysiz va hokazo. Masalan, yozuvchi sifatida menga qiziq. O'qib o'rganib chiqqanman. O'zbek o'quvchisiga ham agar shunaqa kitob bo'lsa, qay tarzda yozuvchini laboratoriyasi, ijodiy laboratoriyasi, qanaqa yozish kerak, qanaqa tartibda ishlash kerak, kitoblardan qanday foydalanish kerak masalan. Bu o'zbek o'quvchisiga ham foydali bo'ladi deb o'ylayman. Xuddi shunaqa usulda yozmoqchiman, siz aytgandek, audio bilan olib tartibi, mo'ljalim shunaqa. Ishlaydigan bo'lsam, shunaqa yozadigan bo'lsam, takrorlar bo'lmaydi, tartib bo'ladi, ketma-ketlikka amal qilaman. Abzaslarda shunaqa ishlayman. Keyin bitta muhim gap, men kitob yozyapsam, bir zo'r fikr kelib qoldi. Shuni albatta mana kundalik tuting yoki telefonda yopiq kanalingiz bo'lsin, o'zingiz. Men rejalar degan kanalim bor masalan. Maqolani nimasi kelib qolsa, yo kanalda nimadir yozmoqchi bo'lsam, uni yozib qo'yaman. Chunki u keladi, esimdan chiqmaydi deb o'ylaysiz, lekin albatta esingizdan chiqadi. Inson unutuvchi, keyin nima edi shu deb o'tirasiz. Boshingizni qashib, kelmaydi esingizga. Keyin men o'zim masalan faoliyatimda tavsiya berishim mumkin. O'ta qattiq ishlayveraman, bir kirishsam 3-4 soatlab kirib ketaman. Bu yaxshi emas. Bunaqa ishlamaslik kerak. Dam olib, orada bir yozuvchi do'stimning nima iborasi bor, hech narsa qilmaslik bilan ham shug'ullanib turing deydi-da. Shunchaki hech narsa qilmaslik. Chunki o'sha paytda kalla tiniqadi. Aslida miya baribir ish jarayonida bo'ladi. U tinch turmaydi. Zo'r g'oyalar kelib qoladi. Yoki topilmagan nima qilishim kerak deb o'ylanib yurgan narsangizga o'sha paytda yechim keladi. Kitob o'qiyotganda ham shunaqa mutolaaning muntazamligi juda muhim. Va o'qiyotganda ham o'sha nima ko'z bilan o'qish, o'rganuvchi sifatida o'qisangiz, umuman yangi narsa kelib qoladi. Deylik, mana iqtisodiyot haqida kitob o'qiyapsiz. Yashil iqtisodiyot haqida aytda gap yo'q. Bitta narsani o'qidingizda, buni mana bu narsa haqida yozganda ishlatish kerak ekan deysiz. Yozib qo'yasiz, mana kundaligingizga. Keyin yozayotganda juda qo'l keladi. Juda foyda beradi. Haligi satrlar orasini o'qish haqida gapirdim-ku. Hemingway hikoyalari boshida nima deyapti, bu oddiy gap u derdim. Uslubi shunaqa ekan. Masalan, yomg'ir haqida yozyapti, ha? Er-xotin o'tiribdi deylik, tasavvur qiling, men hikoya yozyapman hozir. Havo zo'r bo'ldi, rosa sayr qiladigan nima bir narsa deb gapirdi xotin. Er javob beryaptiki, u gazeta o'qib boshini ham ko'tarmadi. Shunaqa tasvirlayapti endi. Manchester City yana yutqizibdi deb qo'ydi unga javoban gapiga. Gap nima haqida bu yerda? Gap bu yerda muhabbatsizlik haqida. Nima uni fikriga e'tibori yo'q, ayolining fikriga. Munosabatlarda taranglashgani haqidagi va nima o'rtada iliqlik qolmaganini Hemingway shunaqa isbotlaydi, ifodalaydi. Bular anchadan beri bir-biriga iltifot ko'rsatmasdi, bir-birini uncha xushlamay qolgan edi deb yozsangiz, siz havaskorona yozuvchi bo'lib qolasiz. Zamonaviy hikoyaning talablarida siz havaskor. U qabul qilinmaydi. Bizni adabiyotda ko'proq uchraydi bu narsa. Aytib qo'yish. Aytib qo'ymaslik kerak. Gapirma ko'rsat degan usul. Vatan haqida gapirmasdan, vatan so'zini ishlatmasdan dahshatli narsa yozish mumkin. Masalan, Helladisni o'qigansizlar-a? Mana vatan haqida. Vatan so'zi yo'q aytdi. Lekin vatan nimaligini shunaqangi dahshat ifodalab bergan.
Mana shunaqa usul ishlatish kerak. Hemingway shunisi bilan masalan e'tiborga molik, o'shaning uchun men qiziqaman, o'qiganman. U o'sha o'zi ishlagan gazetadagi bitta uslubni olib olgan. Ularda talablar bo'lganda, so'zing mananchadan oshmasin. O'zi ishlagan, shunga amal qilib narsalar yozgan, keyin buni o'zlashtirib, o'zini uslubiga aylantirgan, rivojlantirgan boshqaga. Hemingwayda nimasi uslub, masalan, imkon qadar erta tur deydi. Men o'zim ishlash tartibim nima? Tartibsizroq. Lekin shunga harakat qilaman. Masalan, musulmon odam bomdodga tursa, eng zo'ri o'shandan keyin ishlagan paytim o'ta barakali bo'ladi. O'ta barakali. Haqiqatan shu nima saharlik tongda baraka borda. Keyin payt ishlasangiz unaqa bo'lmaydi. U imkon qadar erta tur. 3 ta turasan boshqa va 12 gacha yozgan u. Soat 12 gacha. Keyin hech narsa qilmagan. Boshqa kofe ichgan, sayrga chiqqan, boshqa qilgan. Asosiy ish tartibi shunaqa bo'lgan. Qayta yozavergan. Va Hemingway ham muharrir bo'lgan. Bularda o'sha avlodni shakllantirishmi, Fitzgerald degan yozuvchi bor, Buyuk Gatsby, Thomas Wolfe degan yozuvchi bor. Daho degan filmni ko'rganmisizlar? Geniy. Muharrir haqida. Nima ishlagan? Maxwell Perkins degan muharrir haqidagi kino ko'ringlar. Masalan, yozuvchilarga juda taalluqli. 3 ta chamadondami nima olib keladi? Yozuvchi Thomas Wolfe. Asar. Uni shafqatsizlarcha kamaytirib, qisqartirib, Javdazordagi nimamidi? Qaysidir bitta asarini. Dunyoni eng zo'r asarlaridan biriga aylantiradi shu. Hemingway ham masalan birortasini gapini qabul qilmagan. Shunga muharrirlikka bergan, shuni juda e'tirof qilgan. Shu muharrirni muharrir baribir kerakligi haqida aytyapman-da. Uni ish tartibi shunaqa bo'lgan. Siz ham masalan men deylik o'tkazib yuboraman agar hozir yozib turib ustidan ko'rsam xatosi chiqadi, to'g'rilayman. Lekin shuni mana kanallar tezkorlikni talab qiladi, blok. Kasb kasalligi ham deyish mumkin, qayta ko'raveraman. Yaxshi emas u o'zi asli. Hozir e'lon qilsam, bir narsa yozib, ertasiga ertalab boshqa bitta xato aniq tahrirlayman uni. Ko'zimga xatosi ko'rinishni boshlaydi. O'sha payt ko'rinmaydi lekin o'tkazib yuboraman. Siz ayniqsa bu post endi bu 2 kunda unutiladigan narsa aslida. Lekin kitob yozayotganda yo tarjima qilayotganda u jiddiy qarashingiz kerak. Yo siz yoki muharrir boshqa ko'z. Buni ko'proq xato ko'zga tashlanishining usullaridan biri mana Timesda yozdingiz, Arialga o'tkazing. Umuman shriftini boshqalashtiring. Bu ham foyda beradi. Chunki sizni ko'zingizga begona matn ko'rinishni boshlaydi u. Ertasiga chiqarasizmi, 3 kundan keyin chiqarib o'qiysizmi, shriftini o'zgartirib o'qisangiz foydasi katta bo'ladi. Bittasi. Albatta dam yeyish kerak. Nima? Tarjimangizmi, yozgan kitobingizmi? Endi meni o'rganganlarim, men o'sha tahririyatlarda o'rganganman. Mana Nurulloh aka, Nurulloh Muhammad Raufxon eng tahriri zo'r o'sha Guliston maktabini vakillaridan ta'lim olgan, Erkin A'zam yoshlik jurnalida. Bularning eng katta ustozi Asqat Muxtor. Asqat Muxtorni ta'limini olgan avlod bular. Hayriddin Sulton, Erkin A'zam, Nurulloh Muhammad Raufxon, Mahmud Sa'diy ham o'sha Guliston jurnalini maktabidan o'tganlar. Bizning tahrir maktabimizni tamal toshini qo'ygan jurnalda bu Guliston. Meni o'zim yozgan maqola yoki tayyorlagan maqolani tahrirlab bergan bo'lsa, ko'rganman, u qabul qilib ketavermaysiz-da. Agar siz o'rganmoqchi bo'lsangiz, keyin sal haligi yoshlikdagi ko'r g'urur ham bo'ladi. Nima meni narsamni deb tahrirlaydi bu. Hatto bosh muharrir bo'lsa ham degan ichingizda narsa bo'ladi-da. Shuni olib, masalan, ko'rganman. Agar haqiqatan nima bo'lsa, to'g'ri deb qabul qilgan bo'lsam, uni ichimda qabul qilaman. O'tib yuboribman shuni. Agar men to'g'ri degan narsa bo'lsa, ko'tarib tushganman. Mahmud Sa'diyga maqola ko'tarib borsam, ma'rifatgami, O'zbekiston san'ati shunaqa mard fe'li bor edi. Agar meniki to'g'ri bo'lsa, qabul qilardim. Hatto meniki to'g'ri deb tursam ham ba'zida, lekin domla o'zi to'g'ri deb bilgan bo'lsa, yaxshiroq bo'lsa, shuncha narsaga ko'ndim, endi bu meni shubhasim bu qoladi.
Men ko'pini qabul qilaman, masalan, to'g'ri bo'ladi, u sizdan o'tadi. U yosh bola baribir xato bilan, yosh bola ham, katta bola ham xatoyi bilan yozadi. Shunaqa qilib o'rganganman. Bu keyin birovlar tahrir qilgan narsani, masalan, kiritib berib, tahrir qilingan, uni Wordga kiritib berib, nimani o'zgartiryapti bu, nimaga o'zgartiryapti? Tushunmasam, borib keyinchalik yo mana buni o'zgartirib qo'yibsiz, domla, yo nima ustoz, buni mana qilsa yaxshi bo'lmasmidi? Bitta yarim o'tib qolsa, gapim xursand bo'lib ketib, ko'proq borib so'kish eshitgan joylarim bo'lgan. Kelaverasan, bu bunaqa emas, mana bunaqa. O'zi to'g'ri turibdi. Sizda ham xuddi shunaqa narsa shakllanadi. Ertaga siz tahrir qilgan odamni ham ko'rib chiqasiz, o'zingiz haqligingizga ishonsangiz, u bilan albatta bahslashing deyapman. Nima, hamkorlikda ishlasangiz, o'sasiz baribir. Siz bilmagan narsani albatta ko'rsatgan bo'ladi yoki o'tkazib yuborgan narsani. Ichingizda bilan, xato qilibman. Shunaqa usullar. Endi hozir masalan maxsus kurslar yo'q, darslar yo'q. Men endi rejasini ham tuzib qo'yganman kursni aslida. Nimadan boshlab, nimadan to'xtatish, misollar bilan ko'rsatib berish yoki qanday shug'ullanishni ham bilaman, lekin hozircha bunga vaqt imkon bo'lmayapti. Sabab eng yaxshi usul masalan o'zingiz yozgan matnni yoki tarjima qilgan matnni birga ishlash. Mana kurs qilsak, masalan siz bir bet narsa tarjima qilib kelasiz. Mana siz bir bet narsa tarjima qilib kelasiz yoki yozib kelasiz. O'zlaringga tahrir qildiraman masalan. O'zim tahrir qilaman, keyin birga o'tirib keyin birgalikda solishtiramiz. Qayerda nima deb o'zgartirish kerak? Ba'zida to'g'rilayman deb qosh qo'yaman deb ko'zam chiqarib qo'yish mumkin-da. Xato qilib qo'yish mumkin. Uni siz himoyalaysiz. Bitta usullardan biri. Ko'p usuli bor. Eng zo'r narsa o'zi yozgan narsani tahrir qildirish odamga. Boshqalarga ham o'sha birga ishlash. O'zingiz yozganda his qilasiz-da, olishingiz ham oson bo'ladi. Begona matnni sizlarga bersam, bu ham bitta usul. Mana bitta xatosi bor matn. Men tajriba sinovimda talabalarni oldim. Mana shu yerda mana bunaqa usul, jumla darajasidagi xato, qo'shimcha darajasidagi xato, so'z darajasidagi, so'z birikmasi darajasidagi xatolar bor. Berdim talabalarga. Masalan, 100% imkoniyatdan oliy ta'lim 3-kurs til adabiyotida o'qiyotgan talabalar 20% plus minuslik daraja ko'rsatdi umumiy. Eng zo'r topgani 50% dan baland topdi. O'ta sodda nimalar ham bor? O'ta xatolar ham. Murakkab xatolar ham bor. Uni masalan birinchi tajriba sinovimda bitta odam topdi. 3 ta universitet, 3 ta hududdagi universitetda ichidan bitta talaba topib oldi. Jumla darajasidagi xato degani masalan nimaga bog'liq emas jumlani keltirganman oxirida. Zero erta keraksiz narsalardan voz kech degan mazmundagi nima matn faqat kerakli narsalargagina e'tibor qarat degan mazmunda kelib turib oxirida zero vaqt isrofi yomon illatdir degan jumla bor edi. U jumla umuman ortiqcha, sababi vaqt isrofi haqida gap ketmagan edi. Shuni bitta talaba topdi. Keyin biz Telegramda darslar o'tdim ularga. Birinchi o'rinda nimaga o'tkazib yuboradi xatoni odam? Shoshgandan ham o'tadi, kam o'tadi. Tanimaslikdan. Xatoni tanimaslikdan. Masalan, sizga aytsam hozir seni mashinaga chiqasizmi? Falonchi keladi, shuni olib kiring dedim. U o'tib ketib qoldi. Nimaga siz buni tanimadingiz? Agar siz tanigan odamni aytganimda, yo'q, bu yoqqa olib kirardingiz. Xatoni ham birinchi o'rinda tanishni o'rgatish kerak. Mana tahrirda o'rgatyapman sizlarga. Xatoni tanishni o'rgatishim kerak. Mana men aytdim, bu ni bilan ningni farqiga bormayapti. Nima, qachon nini qo'llash xato bo'ladi yoki ning ishlatish xato bo'ladi. Shuni sizga o'rgatib qo'ysam, ertaga siz shu xatoni matnda birdaniga taniysiz, ko'zingizga tushadi, uni to'g'rilaysiz. Uni bilishni ana pedagogikada shunaqa usullar nimalar bor, nazariyalar, Bloom taksonomiyasi deydi. Eng sodda ko'rinishi bilish. Bilishni o'zi yetarli bo'lmaydi. Men unda ham nazariyadan keyin birdaniga test berdim dedim. Test bu sizni bilish malakangizni tekshiradi.
Testni zo'r bajarib chiqishingiz mumkin, lekin qo'lingizga bersam 4 ta xato bilan ariza yozishingiz mumkin masalan. Bilgan narsangiz agar sizda qo'llash bosqichiga o'tsa, u ko'nikma bo'ladi. Ko'nikmangiz avtomatlashsa, u malakaga aylanadi. Avtomat to'g'rilab ketaveradigan bo'lsangiz, malakali mutaxassis bo'lasiz. Ko'nikma bilganingizni qo'llay olsangiz, shu ko'nikmasi bor deyiladi. Birinchi o'rinda bilish darajasida shakllantirishim kerak. Masalan, sizlar kurs o'quvchilari bo'lsalaring, bilasiz, taniysiz. Endi shuni taniganda amalda to'g'rilashni o'rganasiz. Bu ko'nikmaga aylanadi. Undan keyin men aytsam ham, bunga ishora qilsam, qilmasam ham siz avtomatik to'g'rilab ketadigan bo'lsangiz, yozganda ham, tahrir qilganda ham bu malakali mutaxassisga aylangan bo'lasiz. O'zi usta qachon usta bo'ladi? Usta. O'sha bitta ishni ko'p qilsangiz ustasiga aylanasiz. Qaramasdan mana Instagramda bitta video ko'rib qoldim. Yosh bolachalar, million ko'rilibdimi? Quti yasayapti. Siz gaplashib o'tiribdi, ha zo'r deb shunday qutiga aylantirib tashlayapti. Nima bilan gaplashyapti u? Videoga olayotgan odam bilan. Qaragani yo'q. Lekin o'sha standart talabga javob beradigan qutini yasab shunday tashlayapti, qog'ozdan, kartondan. Milliy sertifikat degan narsa borku hozir. Essay imtihonlari bor. Undan ham ko'p yozishadi shunaqa, kurs o'tib bering, boshqa qilib bering. Fikr kelmayapti deydi. Fikr nimaga kelmaydi? Shug'ullanmaslikdan. Agar shug'ullansangiz, qanaqa fikrni nimadan boshlash kerak? Mavzu bor. Bitta mavzu. Agar yozmagan odam bo'lsangiz, shug'ullanmasangiz o'tiraverasiz. Nima yozsam ekan endi deb. Agar siz boshqa mavzularda shunaqa shug'ullanib ko'nikma hosil qilib olgan bo'lsangiz, yangi mavzuda ham nimadan boshlab, nimada tugatishni bilasiz-ku. Yozasiz. Tahrirda ham shunaqa.